Assalomu alaykum tinglovchilar. Navbatdagi mavzuyimiz erta nikoh, erta tug'ruq va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning ijtimoiy huquqiy oqibatlari deb nomlanadi. Bugungi ma'ruzamizda 3 reja bilan tanishib o'tamiz. Birinchi rejamiz erta nikoh holatini keltirib chiqaruvchi shart-sharoitlar. Ikkinchi rejamiz erta tug'ruqni keltirib chiqaruvchi ijtimoiy xavf omillari va oqibatlari. Uchinchi rejamiz yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning sabablari, oqibatlari va profilaktika mexanizmlari deb nomlanadi. Mavzuning dolzarbligi nimada? Tizim xodimlarining asosiy faoliyatida keng foydalaniladigan strategik hujjatlaridan biri 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi hisoblanadi. Mazkur strategiyada 11 ta asosiy vazifa belgilangan bo'lib, buning 7-chi vazifasi aynan bizning bugungi mavzumizga bag'ishlangan. Ya'ni erta nikoh, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh, erta tug'ruq holatlarining oldini olish. Shuningdek, bizning faoliyatimizni tartibga solib turuvchi normativ hujjatlardan biri Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 12-avgustdagi 500-sonli qaror hisoblanadi. Mazkur qarorning birinchi ilovasi bilan Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Mazkur nizomda reproduktiv salomatlik qoidalarini targ'ib etish, erta tug'ruq va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borish vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, bugungi kundagi statistik ko'rsatkichlar ham bugungi o'tilayotgan mavzuning nihoyatda dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Xususan, slayddan ko'rinib turibdiki, dunyoda taxminan 650 million qiz 18 yoshgacha turmushga chiqqan. 20-24 yoshli ayollarning 20% 18 yoshgacha turmushga chiqqan. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 3-4% tashkil etadi. 15-19 yosh guruhidagi tug'ruq ko'rsatkichlari 39 promillini, O'zbekistonda esa 36,6 promillini tashkil etadi. Yuqoridagi holatlarning barchasi bugungi o'tiladigan mavzuning dolzarbligini anglatadi. Bugungi ma'ruzaning birinchi qismi erta nikoh holatini keltirib chiqaruvchi shart-sharoitlar rejasi bilan batafsil tanishib o'tsak. Dastlab erta nikoh tushunchasining ta'rifini ko'rib o'tsak. Erta nikoh bu kamida bir nafari 18 yoshga to'lmagan ikki shaxsning rasmiy va norasmiy kelishuvidir. Barchamizga ma'lum, Oila kodeksida nikoh yoshi 18 yosh etib belgilab qo'yilgan. Demak, 18 yoshgacha bo'lgan nikoh erta nikoh hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 3-moddasida 18 yoshga to'lgunga qadar bo'lgan shaxs bola deb ataladi. Demak, erta nikoh bola huquqlarining buzilishi hisoblanadi. Erta nikoh nega xavfli? Birinchidan, bu yoshdagi bolalar psixologik jihatdan nikohga tayyor emasligi, ta'lim va kasbiy rivojlanishdagi cheklanish, ona va bola salomatligi bilan bog'liq xavflarning mavjudligi, oilaviy nizo va ajrim ehtimolining yuqoriligi sababli. Erta nikoh odatda rasmiy, norasmiy va majburiy nikoh ko'rinishida paydo bo'ladi, ya'ni qayd etiladi. Rasmiy nikohni barchamiz bilamiz. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida ro'yxatga olingan nikoh hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda atigi 19 ta nikoh rasmiy nikohga olingan. Erta nikohlarning aksariyati norasmiy nikoh hisoblanadi. Ya'ni davlat ro'yxatdan o'tmagan va faqatgina shar'iy nikoh asosida nikoh qurganlar tashkil etadi. Shuningdek, erta nikoh
insonning roziligisiz kattalarning bosimi va tahdidi orqali qayd etiladigan nikoh hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida erta nikohga qaysi omillar sabab bo'lishi tizimlashtirildi. Endi bu omillar bilan batafsil tanishib chiqsak. Erta nikohga sabab bo'luvchi eng asosiy omillardan biri an'ana, urf-odat va kattalarning bosimi hisoblanadi. Ikkinchisi oiladagi iqtisodiy qiyinchiliklar, uchinchisi qiz bolaning ta'limdan uzilishi, to'rtinchisi gender tengsizligi, ya'ni erta nikoh holatlarida ko'pincha qizlar qaror qabul qilish huquqiga ega emasligi, beshinchisi migratsiya va nazoratning susayishi, oltinchisi reproduktiv savodxonlikning pastligi hisoblanadi. Erta nikoh qator salbiy oqibatlarga olib keladi. Dastlab erta nikohning jismoniy va reproduktiv salomatlikka salbiy ta'sirini ko'rib o'tsak. Xususan, jismoniy salomatlikka ta'siri anemiya va arterial qon bosimi buzilishlarining yuzaga keladi. Tug'ruq jarayonida salbiy asoratlar qoladi. Organizmning tiklanish jarayoni sekin kechadi. Reproduktiv salomatlikka ta'siri esa homiladorlik bilan bog'liq xavflar ortadi. Ginekologik muammolar yuzaga keladi. Keyingi homiladorlikda asoratlar xavfi ortadi. Erta nikoh ta'sirida yuzaga kelgan homiladorlik tibbiy ijtimoiy xavf omillarini yuzaga keltiradi. Bu omillar nimalardan iborat? Birinchisi, tug'ruq asoratlari ehtimoli ortadi. Bolaning kam vazn bilan tug'ilishi qayd etiladi. Bolaning rivojlanishida kechikishlar paydo bo'ladi. Shuningdek, psixoemotsional stress holati yuzaga keladi. Erta nikohda tibbiy oqibatlar bilan birgalikda psixologik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar ham kuzatiladi. Endi psixologik oqibatlari bilan tanishib o'tsak. Eng birinchi oqibati stress va depressiyaning kuchayishi, voyaga yetmagan shaxsda mustaqil qaror qabul qilishning qiyinlashishi, shaxs jamiyatdan, tengdoshlar muhitidan va ijtimoiy munosabatlardan uzoqlashishi kuzatiladi. Erta nikoh holati bu voyaga yetmaganlar o'rtasida qayd qilinganligi sababli bu yoshdagi shaxs umumta'lim maktablarida yoki kasbiy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan yoshga to'g'ri keladi. Shuning uchun erta nikoh qayd etilishi voyaga yetmagan shaxsning ta'lim jarayonidan chetlatish holatini yuzaga keltiradi. Kasbiy imkoniyati cheklanadi. Buning oqibatida shaxsiy salohiyati to'liq namoyon bo'lmay qoladi. Endi iqtisodiy oqibatlarini ko'rib o'tsak. Slayddan ko'rinib turibdiki, eng birinchi oqibatlardan biri bu moliyaviy qaramlik paydo bo'ladi. Kasbga, hunarga ega bo'lmaganligi uchun moliyaviy qaramlik paydo bo'lishi, unda kambag'allik xavfi ortishi va o'rta ma'lumotga ega bo'lganligi uchun ishsizlik muammosi ham yuzaga kelish ehtimoli yuqori bo'ladi. Erta nikohga qonunchiligimizda javobgarlik belgilangan. Ham ma'muriy javobgarlik, ham jinoiy javobgarlik. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik kodeksining 49.1 moddasiga ko'ra, nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatdan nikohga kirishish bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 10 barobarigacha, ota-ona yoki uning o'rnini bosuvchilariga 7 barobaridan 15 barobarigacha, nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganga 15 barobardan 30 barobarigacha jarima solishga asos bo'ladi. Mazkur holat ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin sodir bo'lsa, jinoiy javobgarlikka asos bo'ladi. Xususan, Jinoyat kodeksining 125.1 moddasida erta nikoh uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Amalga oshirilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosaga kelindi, ya'ni
nikoh qurishning eng qulay yoshi deb qizlar uchun 21-23 yosh, o'g'il bolalar uchun 24-26 yosh hisoblanadi. Bu yoshda qiz ham, o'g'il bola ham to'liq oilaviy hayotga tayyor bo'lib, bu yoshda oila qurishi oilaning mustahkam va baxtli bo'lishini ta'minlaydi. Ikkinchi rejamiz erta tug'ruq, uning sabab va oqibatlari bilan batafsil tanishib chiqsak. Erta tug'ruq deb nimaga aytilamiz? Erta tug'ruq bu ona 18 yoshga kirmagan bo'lsa, bu erta tug'ruq hisoblanadi. Amalga oshirilgan tadqiqotlar asosida erta tug'ruqqa olib keluvchi omillar tizimlashtirildi. Ya'ni qaysi omillar erta tug'ruqqa sabab bo'ladi? Eng birinchi omil reproduktiv savodxonlikning pastligi. Ikkinchi omil oilaviy nazorat va muloqotning yetishmasligi. Uchinchisi erta nikoh va erta unashtirish holatlari. To'rtinchisi kambag'allik va ijtimoiy himoyaning zaifligi. Beshinchisi jinsiy zo'ravonlik va majburlash holatlari. Va oltinchisi internet va ijtimoiy tarmoqlar. Erta tug'ruqda yuzaga keladigan huquqiy muammolar nimalardan iborat? Dastavval tug'ilajak bolaning huquqlari buziladi. Alimentni undirishda muammolar paydo bo'ladi. Ayolning mol-mulkka bo'lgan huquqi cheklanadi. Nikohning buzilishi va haqiqiy emas deb topiladi. Er-xotin o'rtasida mol-mulkning bo'linishida muammolar yuzaga keladi. Voyaga yetmaganga, ya'ni majburlash holatlarida jinoiy javobgarlikka tortilishiga asos bo'ladi. Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida erta tug'ruqning salbiy oqibatlari tizimlashtirildi va u tibbiy, psixologik va iqtisodiy oqibatlarga, ijtimoiy oqibatlarga ajratildi. Tibbiy oqibatlari ona uchun va bola uchun alohida xavflarga tizimlashtirildi. Ona uchun xavflar nimalardan iborat? Onaga fiziologik jihatdan erta tug'ruq og'ir yuk bo'ladi. Ikkinchisi, asoratlar ehtimoli oshadi. Uchinchisi, kamqonlik tiklanishning qiyinlashishiga olib keladi. Endi bola uchun xavflari, bola kam vazn bilan tug'ilishi mumkin. Muddatidan oldin tug'ilish xavfi mavjud hamda neonatal davrda qator muammolarni keltirib chiqaradi. Endi psixologik oqibatlari bilan tanishib o'tsak. Psixologik oqibatlari dastavval qo'rquv va xavotir, o'zini aybdor his qilishi kuzatiladi. Tushkunlik, ruhiy barqarorlikning buzilishi kuzatiladi. Kelajakka ishonchning pasayishi hamda bolaga nisbatan munosabatlarning salbiy ta'siri qayd etiladi. Ijtimoiy oqibatlar nimalardan iborat? Erta tug'ruq holatida voyaga yetmagan onada kasbiy ko'nikma hosil qilish qiyinlashadi, barqaror ish topish imkoni pasayadi hamda buning natijasida iqtisodiy qaramlik kuchayadi. Erta tug'ruqqa olib keladigan holatlar bo'yicha qonunchiligimizda javobgarlik belgilangan. Xususan, Jinoyat kodeksining 128-moddasida 16 yoshga to'lmagan bilan jinsiy aloqa qilish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar moddiy qiymatliklar berish yoki mulkiy yoxud boshqa tarzda manfaatdor etish orqali sodir etilsa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Takroran yoki ilgari ushbu kodeksning 118, 119, 121 va 129-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxs tomonidan amalga oshirilsa 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jinoyat kodeksining 128.1 moddasi bo'yicha 16-18 yosh bilan moddiy manfaatdorlik evaziga jinsiy munosabatga kirishish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 360 soatdan 480 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki
2-4 yil ozodlikni cheklash yoki 2 yildan 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish, zo'rlash bo'yicha 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etish, jabrlanuvchi 18 yoshgacha bo'lsa 10 yildan 15 yilgacha, 14 yoshgacha bo'lsa 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. Hammamizga ma'lum, 2026-yil 3-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 33-sonli farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bevosita mamlakatimizda erta nikoh va erta tug'ruq holatlarining oldini olishga xizmat qiladi. Mazkur farmon bilan mamlakatimizda erta nikoh va erta tug'ruq holatlarini aniqlab beruvchi o'smir signal modulining ishga tushishi rejalashtirilgan. Mazkur modul bevosita turli manfaatdor vazirlik idoralar hamkorligida amalga oshiriladi. Bu signal tizimi orqali mahalla, fuqarolarni o'zini boshqarish organlari, fuqarolik holatlar dalolatnomalarini qayd etish bo'limlari, umumta'lim maktablari, tibbiyot, ichki ishlar o'zaro hamkorlikda mazkur modul amalga oshirish rejalashtirilgan va erta nikoh va erta homiladorlik bo'yicha kelib tushgan nazorat shikoyat asosida ichki ishlar organlari tegishli chorani ko'radi. Inson markazlari tomonidan esa jabrlanganlarga himoyani amalga oshirish ko'zda tutilgan. 3-rejamiz yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning sabablari, oqibatlari va profilaktika mexanizmlari deb nomlanadi. Qarindoshlar bu qon jihatdan o'zaro yaqin kishilar hisoblanadi. Barchamizga ma'lum, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-moddasida yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, islom dini qarindoshlarning o'zaro nikohlanishini qoralaydi. Xususan, Qur'oni Karimda Niso surasining 23-oyatida ham bu belgilab qo'yilgan. Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan hududlarda o'tkazilgan tadqiqotlar asosida shu narsa aniqlandiki, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh eng ko'p tuzish holatlari 1-o'rinda xolavachchalar, 2-o'rinda tog'avachchalar, 3-o'rinda amakivachcha va 4-o'rinda ammavachchalar o'rtasida tuziladi. Ota-onalar sog'lom bo'lganida ham ularning naslida irsiy kasalliklar bo'lish xavfi yuqori. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh tuzilgan nikohlarda nogironlik va o'lim ehtimoli sog'lom oilalardagiga qaraganda 2-3 barobar yuqori bo'ladi. Har bir odam o'zining genini yarmini onadan olsa, ikkinchi yarmini otasidan oladi. Gap shundaki, har bir guruh irsiy kasalliklar genlardagi yashirin zararlanish oqibatida yuzaga keladi va keyinchalik 7 avlodda ham kasalliklar takrorlanishi mumkin. Hozirgi kunda insonda 35 mingta gen aniqlangan. Shulardan 7 mingtasi kasallik genlari hisoblanadi. Genetik olimlarning ta'kidlashicha, irsiy kasalliklar boshqa somatik kasalliklarga qaraganda og'ir kechadi. Doimiy nogironlikka yoki bolaning o'limiga sabab bo'ladi. Ba'zi irsiy kasalliklar borki, ular bolada 3-4 yoshda paydo bo'ladi. 14-15 yoshga borib, bola hatto o'rnidan ham tura olmay qoladi. Agar yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh tuzilgan bo'lsa, u holda bu oilada erkak va ayol albatta genetik
maslahatdan o'tishi kerak. Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan amalga oshirilgan ijtimoiy so'rovlar natijasida yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohga sabab bo'luvchi omillar aniqlandi. Bu qaysi omillar? Eng birinchisi urf-odat va an'analar. Oilada bobo-buvi, ota-ona, boshqa yaqin qarindoshlarning bosimi, bobo-buvilarning orzu-havaslarini ro'yobga chiqarish eng birinchi asosiy sabablardan hisoblanadi. Ayniqsa bu qishloq joylarda, ba'zi mahallalarda bu omilning juda yuqori ekanligi ko'rindi. Yana bir omil iqtisodiy manfaatdorlik. Uy-joy, yer, to'y xarajatlarini tejash, boylik dardi, ya'ni o'zlaridan qoladigan merosni begona qilmaslik. Uchinchi omil kattalarning bosimi. To'rtinchi omil esa yaxshi qiz, yaxshi yigitni qo'ldan chiqarmaslik, qarindosh urug'larning gapini chetga chiqarmaslik va hokazo. Yana bir omillardan biri xabardorlikning pastligi. Bu to'g'risida, ya'ni yaqin qarindoshlar o'rtasida uning salbiy oqibatlari to'g'risida aholini xabardorligini pastligi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Yaqin qarindoshlarda o'rtasidagi nikoh qator tibbiy, iqtisodiy, ijtimoiy va demografik oqibatlarga olib keladi. Xususan birinchi tibbiy oqibatlari haqida to'xtaydigan bo'lsak, eng katta oqibati irsiy kasalliklar kuchayadi. Ikkinchisi farzandsizlik kuzatilishi mumkin. Uchinchisi homiladorlik og'ir kechishi, go'dak nogiron, o'lik yoki nimjon tug'ilishi, go'dakning bo'yi past, vazni kam yoki aqlan zaif bo'lishi mumkin ekan. Endi iqtisodiy omillarga keladigan bo'lsak, birinchi iqtisodiy oqibati irsiy kasalliklarni davolash xarajatlari ortadi. Ikkinchisi farzandlikni davolash xarajatlarining ortishi. Uchinchisi nogironligi bo'lgan farzandlarni davolashga sarflanadigan xarajatlarning ko'payishi. To'rtinchisi nogironligi bo'lgan farzandni parvarishlash uchun ota yoki onani ishlamasligi. Beshinchisi nogironligi bo'lgan farzandning kelajakda ishsiz bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi ijtimoiy oqibatlari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, birinchi oqibatlardan biri farzandsizlik va irsiy kasalliklar tufayli oilaviy ajrimlarning yuz berishi. Ikkinchisi nogiron farzand tufayli er-xotin, ota-ona va qarindoshlar o'rtasida nizolarning kelib chiqishi. Uchinchisi turli nizolar sababli qarindosh urug'larning butunlay yuz ko'rmas bo'lib ketishi. To'rtinchisi erning boshqa ayol bilan noqonuniy yashashi, ikkinchi, uchinchi ayollar bilan farzandli bo'lish ehtimoli yuqori. Oila va xotin-qizlar tizimi xodimlari erta va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning oldini olishda nimaga e'tibor qaratish kerak? Bu salbiy holatlarni keltirib chiqaruvchi omillardan keladigan bo'lsak, eng birinchi navbatda jamoatchilikda erta nikoh hamda qarindoshlar nikohini qo'llab-quvvatlovchi stereotiplar o'rniga salomatlik, huquq va ta'limga tayangan mas'uliyatli pozitsiyani shakllantirishimiz kerak. Norma bosimini profilaktik resursga aylantirishimiz kerak. Ikkinchidan, o'quvchilarning yoshi va madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda 5-sinfdan 11-sinfgacha o'quvchilar uchun bosqichma-bosqich jinsiy tarbiya va reproduktiv salomatlik modulini joriy qilishimiz kerak. Uchinchisi, o'smirlar uchun media savodxonlik va xavfsiz internet, ota-onalar uchun raqamli nazorat madaniyatini oshirishimiz kerak. Keyingi yo'nalish
Nikohdan oldin tibbiy ko'rik va genetik maslahatni kuchaytirishimiz kerak. Keyingi yo'nalishimiz profilaktika inspektorlari, psixologlar va pedagoglar ishtirokida yoshlar uchun noqonuniy va zararli kontentlarning tarqalishi va iste'molining huquqiy hamda ijtimoiy salbiy oqibatlari bo'yicha ma'rifiy o'quv kurslarini tashkil etishga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ota-onalarga o'smirlar psixologiyasi, reproduktiv salomatlik, erta nikoh, erta tug'ruq va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlari mavzusida har chorakda bir marotaba mahalla va maktab hamkorligida majburiy ma'rifiy uchrashuvlar va treninglar o'tkazishimiz maqsadga muvofiq. Shuningdek, qarindoshlar nikohi an'anasi kuchli bo'lgan oilalarda individual ishlashimiz kerak. Bunda xotin-qizlar faoli, ijtimoiy xodim, psixolog, shifokor, huquqshunos, profilaktika inspektor hamkorlikda. Yana bitta yo'nalishimiz imom xatiblar tomonidan juma namozlarida va amru ma'ruf tadbirlarida, otinoylar tomonidan mahallalarda, oilalarda o'tkaziladigan marosimlarda erta va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlari bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. Yana bir e'tibor beradigan jihatimiz Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan har yili erta nikoh, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh va erta tug'ruqning sabab oqibatlari va uning oldini olish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar, targ'ibot materiallari doimiy tayyorlanadi va chop etilib boriladi. Shunday qo'llanmalarimizdan birinchisi mana erta turmush va erta tug'ruq holatlari, muammo va yechimlar uslubiy qo'llanmasi. Ikkinchisi qarindoshlar o'rtasidagi nikoh sabab va oqibatlar. Uchinchisi erta turmush barchaga tashvish, yoshlar uchun qo'llanma. Erta turmush 7 o'lchab bir kesing, ota-onalar uchun qo'llanma. Sog'lom oila kelajak poydevori. Erta va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohga qarshi birga kurashamiz nomli ilmiy metodik qo'llanmalar chop etilgan. Bu qo'llanmalarning elektron va chop etilgan variantlari bor. Buni tizim faoliyatida foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, aholiga qulaylik yaratish maqsadida institut tomonidan Mening oilam mobil ilovasi ishlab chiqilgan. Bu ilovada erta nikoh, erta tug'ruq, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh, oilaviy ajrimlar bo'yicha ijtimoiy roliklar, targ'ibot materiallari, bukletlar, flayerlar, tavsiyanomalar, uslubiy qo'llanmalar, jamiki faoliyatimizda zarur bo'lgan ilmiy uslubiy materiallar joylashtirilgan. Bu materiallardan ham targ'ibotlarda, davra suhbat, uchrashuvlarda foydalanishimiz mumkin va sohamiz bo'yicha manfaatdor tashkilotlarga bersak, bu ham foydadan xoli bo'lmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.